Assalomu alaykum. Barchaga ovozim eshitilyaptimi? Sizlarni ham bir ko'rmoqchi edim. Boburjon, bormisiz? Boburjon, assalomu alaykum. Ovozim eshitilyaptimi? Gapirib ko'ring-chi. Ovoz eshitilmayapti menga. Shu Amir bo'lsa, Amir jo'natsangiz. Ovoz eshitilmayapti. Endi-chi? Endi yaxshi, bo'ldi. Xudo shukr. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Demak, efirimizni boshlaymiz. Xudo xolasa bugun ajoyib mavzu passiv daromad, haqiqat va afsonalar, ya'ni passiv daromad haqida nima ma'lumotlar, demak, biz uni haqiqat sifatida to'g'ri qabul qilamiz va qaysi ma'lumotlarda, demak, sal ko'pirtirilgan yoki yolg'on ishlatiladigan instrumentlar to'g'risida bir qator gaplashib o'tamiz. Demak, bu temani, bu mavzuni harakat qilamiz chuqurroq va batafsil kengroq yoritishga. Demak, men passiv daromadlar to'g'risida bir gaplashamiz. Passiv daromadlar o'zi nima uchun bizga kerak? Passiv daromadni yaratish uchun qanaqa instrumentlar mavjud yoki passiv daromadni yaratishda bizga qaysi instrumentlar ko'proq yordam qiladi kabi bir qancha mavzular doirasida kengroq yoritishga, batafsil yoritishga harakat qilamiz va undan keyin savol-javob formatida, demak, o'tamiz. Xo'p, passiv daromad nima? Birinchi, shu haqda ozroq passiv daromad haqida ta'rif bersak, uni tushunchalari haqida gapirib o'tib ketsak, demak, passiv daromad avvalo insonni nima desam bo'ladi, mehnat layoqatini sarflamasdan, vaqtini sarflamasdan, demak, uni bilim va imkoniyatlaridan kelib chiqib, pul resurslarini yoki vaqtida pul resurslari orqali tikilgan qanaqadir platformalar bo'lishi mumkin yoki aqliy mehnat faoliyati bo'lishi mumkin yokida to'liq avtomatlashtirilgan savdo platformalari yoki biznes bo'lishi mumkin. Shu orqali, ya'ni u hafta davomida yoki oy davomida juda ham kam miqdorda diqqatini, e'tiborini bersa, misol uchun shunaqa bizneslar bor, mana to'liq avtomatlashtirilgan. Masalan, oyda bir marta 2 soatlik sovet direktorovga ishtirok etish, misol uchun. Yokida yana bitta narsani aytsak bo'ladi, misol uchun mana oxirgi paytlarga nima shakllangan? Marketplace'lar. Masalan, Uzum deymiz, Azon marketplace bor. O'zimizning milliy brend sifatida mana shakllanyapti. 2 yil, 2,5 yilning ichiga ancha-muncha tanilib qoldi. Uzum marketplace bor. Yokida Vibers bor, misol uchun o'sha Rossiyani platformasi sifatida. Yokida qaysi platformalarni aytishimiz mumkin? Mana Yandex Market masalan, yaqinda mana o'sha u ham, demak, populyarnostni nima qilyapti, demak, ommalashyapti. Ommalashishni o'sha nabrat qilyapti. Bu ham deylik, u yerda biz o'zimizni biznesimizni, deylik, onlayn internet do'konimizni tashkil qildikda va mahsulotlarni test-rid qildik. Boshlanishiga masalan qanaqadir trud vklad qildik, mehnat qildik, resurs qildik va u yerda chiroyli qilib tovar va mahsulotlarimizni polkalarda, o'sha biz offlayn do'konlar deganda biz ko'z ostimizda tasavvur qilaylik, o'sha O'rikzor yoki Abu Sahini har bitta kichkina do'konlar va do'konning ichiga kirgan vaqtingiz, demak, ma'lum bir polkalar bor. Polkalarga, demak, chiroyli qilib mahsulotlarni terib qo'yishadi. Demak, har bitta mijoz kirgan vaqti polkaga qarab, mahsulotni tanlab, ko'rib, mana shundan olib bering, bundan 2 ta, bundan 3 ta, bundan 5 ta deb, demak, tanlab olishadi. Xo'p, shu asnoda demak onlayn nimalarda, marketplace'larda
demak biz biznesni to'liq avtomatlashtirgan bo'lsak, bo'ldi. U yerda mijozlar o'zi tanlashadi, o'zlari savatchaga qo'yishadi. Savatchadan keyin demak marketplacelarni o'zini logistika uslugalari, o'zini logistika outsource kompaniyalari demak nima qilishadi? O'sha kanaldan tanlangan tovar va mahsulotlarni olib borishadi. Bo'ldi, olib borib berishadi. Ya'ni biz mahsulotlarni qo'yganimizdan keyin bo'ldi, masalan 100 tadami, 1000 tadami o'sha marketplacelarni omboriga olib borib qo'ydik. Bo'ldi, ishimiz tugadi. Bir oyga bir marta отчет uchun yoki bir oyga 2 marta tekshirib, ko'rib, sпроslarni analitik qilish uchun kirib turamiz. Mana shu yerdan olingan daromad turimiz ham bizani passiv daromad turiga kiradi. Odatda biz o'rganib qolganmiz, passiv daromad usuli deganda nima tushuniladi deganda o'sha ijaradan keladigan summalar, turar bo'lsin, noturar bo'lsin, farqi yo'q. Ko'chmas mulkni bir nima qilib berishimiz, qanaqadir boshqacha funksiyada outsourceda berishimiz undan keladi. Yokida o'sha kompaniyalarning aksiyalari, opsionlari, obligatsiyalari va hokazo. Mana shularni biz passiv daromad sifatida olamizki, lekin mana oxirgi paytlarga passiv daromadlarga ekspertlar mana shu men aytgan marketplacelarga to'liq avtomatlashtirilgan bizneslarni yoki onlayn do'konlardan kelib turadigan, doimiy ravishda kelib turadigan daromadlarni ham aktivniy emas, passivniy daromadlar sifatida kiritishyapti. Ya'ni unda har kuni turib vklad qilmaysiz. Mana do'konga o'xshab, do'konni har kun ertalab borasiz. Mana masalan Abu Sahini olaylik, O'rikzorda olaylik yoki shahardagi xohlagan bir butikimizni olaylik yoki xohlagan bir produktda sotuvchi, mahsulotni oziq-ovqat sotuvchi yoki kiyim-kechak sotuvchi yoki umuman xohlagan mahsulot, tovarlar va mahsulotlar sotuvchi do'konlarni olib qarasak ham, ertalab borishimiz kerak. Kimdir masalan prodavetsimiz eshikni ochish kerak, sotuvchimiz yoki biz tayinlagan doimiy ish yurituvchimiz yoki ishchimiz yoki xodimimiz ertalab soat 9da, 8da, bilmadim, o'sha belgilangan vaqtga ochish kerak. Va kechki ketishda demak yopib, do'konni analitika qilib, kassalarni hisoblab, qancha savdo bo'ldi, qancha nima bo'ldi, hammasini yozib chizib nima qilish kerak. Va unga doimiy ravishda sizni ham tabiiyki borib, ko'rib, nima qilishingizga to'g'ri keladi. Masalan, har zamonga video nablюдениеga kirib turasiz. Agar kamera ulanilgan bo'lsa, do'konga qarab turasiz, kim kelyapti, kim qaysi mijoz kelyapti, mijozlarni sanog'ini so'rashingiz mumkin, sanab turishsiz, boshqa qilish. Marketplace'da unaqa emas. Hamma narsa avtomatik sanaladi. Nechta odam sizni do'koningizga kirdi, nechta odam ko'rdi mahsulotingizni, nechta odam qiziqdi, nechta odam savatchaga qo'ydi, nechta odam. Shu uchun oxirgi paytlarga mana ekspertlar marketplacelardan marketplacelarga asoslangan to'liq avtomatlashtirilgan bizneslarni ham passiv daromad usullariga kiritishdi. Undan tashqari yana nima bo'lishi mumkin? Kashfiyotlar, intellektual mulk huquqi ham, ya'ni patent, biror bir narsani masalan qaysidir yangi mahsulotni xomashiyosini prидумывать qildingiz, o'ylab topdingizda va uni patentladingiz. Va patentdan kelib turadi o'sha va uni patentlaganingizdan keyin uni qaysidir kompaniya siz bilan shartnoma tuzdida va u kompaniya juda katta massaviy partiyada u mahsulotni, tovarni ishlab chiqarishni boshladi, misol uchun. Va bu holatda demak nima ro'y berdi? Demak undan kelib turuvchi, ya'ni o'sha sotuvlardan, prodajalardan kelib turadigan daromadni bir qismini sizga постоянно kelib turadi. Sizni shotingizga, sizni o'sha deylik yacheykaga kelib turadi. Sababiki shu mahsulotni avtori sizsiz. Ya'ni shu kashfiyotni, shu nimani, tovarni ili mahsulotni o'ylab topgan yoki xomashiyoni o'ylab topgan inson siz sifatida kelib turadi. Mana oxirgi men sizlarga aytib beraman yangiliklardan, mana kashfiyotlar, intellektual mulk obyektlari yoki intellektual mulk narsa huquqlaridan kelib turuvchi daromad usulini ham biz passiv daromad usuliga kiritamiz. Nima uchun? O'z nomi bilan aytib turibdi. Aktiv daromad usuli va passiv daromad usuli. Aktiv daromad usuliga biz tabiiyki o'zimizni aktivni, jismoniy faoliyatimizni, aqlimizni, fokusimizni, diqqatimizni doimiy ravishda o'sha ishga, o'sha mehnat faoliyat turiga demak biz nima qilamiz? Ishlatamiz, vklad qilamiz. Demak o'sha narsa bilan bandlik bo'lamiz. Ya'ni bandlilik darajamiz
24 ga 7 bo'ladigan bo'lsak, допустим, bir sutkamiz 24 soatdan iborat bo'ladigan bo'lsa, biz shuni 8 soatini ishga bag'ishlaydigan bo'lsak, deylik, unga kamiga 4 soat, 5 soat, 6 soat, 7 soat, 8 soatgacha. Ayrim shunaqa ishlar borki, masalan, biz biznesni ishiga kirib ketsak, biz 12 soatgacha ishlaymiz kun davomida. Bir kunda 12 soat ishlaymiz. Savol tug'iladi. Bu aktiv daromad usulimi, passiv daromad? Yo'q, albatta bu aktiv daromad usuli. Chunki biz o'sha narsaga, o'sha faoliyatga to'liq pogrujat qilganmiz, ya'ni to'liq tushib ketamiz. Shu ishni nimasiga, protsessiga, biznes prosesslariga, ya'ni operatsiyonga to'liq tushib ketamiz. Vaholanki biz o'sha yerdan aktiv daromad topamiz. Va bu bizni sog'ligimizga, nastroyeniyamizga, kayfiyatimizga, ish faoliyatimizga bevosita bog'liq. Ya'ni biz bo'lsak, demak, biznes yuriydi yoki o'sha biznes, o'sha lozimimiz, o'sha nima deydi, aynan o'sha pozitsiyamiz, o'sha должностной instruksiyamizning qismi yuriydi. Agar biz chet elga ketdik, deylik, 1-2 oy deylik, safarda ketdik, dam olishga ketdik yoki Alloh ko'rsatmasin bir kasal bo'lib qoldik, boshqa bo'ldik, bo'ldi. Bizni demak nimamiz? Faoliyatimiz o'z-o'zidan 1-2 oy tugasa bo'ldi. Bizda demak aktiv faoliyatimiz va aktiv faoliyatdan kelib turuvchi daromad usulimiz ham avtomatik to'xtaydi. Savol tug'iladi. Passivniy daromadchi? Yo'q. Passivniy daromadda biz ertalab ishga boramizmi, bormaymizmi? Kayfiyatimiz bo'ladimi, bo'lmaydimi? Sog'ligimizga bir qanaqadir nuqsonlar bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bir 1-2 oy misol uchun umuman nimada haligi uyga o'tirib qolamizmi, boshqami? Umuman farqi yo'q. Yo chet elga bo'lamizmi, safarlar bo'lamizmi? Bizga stabilni doimiy ravishda daromad usuli daxolimiz kelib turadi. Mana bu demak passiv daromad usullari. Endi passiv daromad usullarida odatdagidek o'sha bank depozitlari, ko'chmas mulkni turar va noturardan keladigan arenda, ijara pullari masalan, yoki uskunalarni arenda berib turishimiz, yoki qanaqadir katta kompaniyani opsionlariga yoki kapitalizatsiyasiga tikkan pulimiz, yoki IPOga chiqqan kompaniyalarni ulushlarini, aksiyalarini sotib olganimiz, ulardan keladigan daromadlar. Mana oxirgi holatda ikkitasini qo'yishdik, ikkita instrumentda, ya'ni bular o'sha intellektual mulk obyektlari instrument sifatida va yana bittasi nimani qo'yishdik va to'liq avtomatlashtirilgan bizneslarni qo'yishdik. Ya'ni to'liq avtomatlashtirilgan bizneslar yoki o'sha marketplacelardan kelib turuvchi doimiy ravishda daromad bu albatta agar biz unga haftaga 1 marta yo oyiga 1 marta, 2 marta fokus beradigan bo'lsak, 1 soat, 2 soat fokus berdik, bo'ldi, o'zi ketdi o'sha. Всё, har doim daromad usuli kelib shotimizga, ili kartamizga, ili kompaniyaning hisob raqamiga kelib tushuvchi manbasi, demak bular passiv daromad usullari sifatida kiritildi. Xo'p, endi yana bitta masalani ko'ramiz. Ekspertlar mana oxirgi tendensiyani men kuzatishimga qaraganda, hozirgi mana YouTube platformasi 10 yil, 15 yildan beri anchagina rivojlanib va ko'pchilikka ommalashdi va butun dunyo bo'yicha bu anchagina ommalashgan platforma hisoblanadi. Ya'ni YouTube platformasida biz odatda ma'lumotlarni katta qismini, ya'ni обучающий qismlari bo'ladimi, o'sha kattaroq qismlar, ya'ni Facebook, Instagramda biz 5 minutlik, 1 minutlik, 10 minutlik narsalar ko'radigan bo'lsak, YouTube'ga esa soatlab juda katta informatsiya bazalari bor. Endi oxirgi paytlarga ekspertlar shu narsani kuzatishyaptiki, demak YouTube platformalarida ma'lum bir kompaniyalar yoki ma'lum bir shaxslar o'zlarini metodologiyasi asosida, mualliflik huquqi asosida qilingan onlayn kurslari yoki o'zlarini ekspertlik dasturlarini ham joylashtirishadi. U yerda ma'lum bir silkalar bo'lishadi yoki ma'lum bir to'lov usullarini qo'yishadi-da, uni avtomatlashtiriladi yoki bot yoki sun'iy intellekt vositalari bilan avtomatlashtirib qo'yiladi. Ya'ni обязательно bugun kirib sotib olish shart emas. Yillar davomida YouTube platformasi aylanadi.
bularni videolari rekka chiqadi, prosmotr sonlari oshadi yoki qanaqadir holatda avtomatlashtirilgan variantda bo'lgandan keyin bo'ldi. Demak, YouTube platformasida joylashtirilgan darslar, dasturlar doimiy ravishda daromad keltirib turadi. Doimiy ravishda. Masalan, shunaqa kompaniyalar bilaman, 3 yil, 5 yil, 10 yil, 15 yildan beri YouTube'da bor. Ya'ni YouTube'da darslari bor va uni opisiyalarida masalan landing page'lar yoki to'lov usullarini ham avtomatlashtirib sinxronizatsiya qilingan. Xohlagan inson ko'rib qiziqadi, besplatni videolarni ko'radi va keyinchalik platni videolarni ham YouTube orqali demak to'lovlarni qilib turib va dalshi demak keyingi kursni, keyingi 2-qism, 3-qism, 5-dastur, 6-modul qilib davom ettirishib, demak kursni bitirishadi. Shu asnoda topilgan daromadlarni ham ekspertlarimiz buni ham passiv daromad turiga kiritishdi. Mana shu narsani. Xo'p, bu mana oxirgi yangiliklardan, oxirgi bir o'zgarishlardan edi. Aynan passiv daromad usullarini, instrumentlari demak ko'payib boryapti. Xo'p. Xo'p, ko'p holatda demak nima dedik? Kamdan-kam mehnat talab qilinadi. Ijaraga berilgancha mana ko'chmas mulklarni aytdik. Ijaraga berilgancha demak uni qurish kerak, ta'mirlash kerak va hokazo. Unga albatta katta kuch, katta mablag' ketadi. Lekin uni tayyor holatda qilganingizdan keyin ma'lum bir faoliyat turiga ijaraga berganingizdan keyin bo'ldi. Unga demak kamdan-kam fokus berasiz. Uni o'sha ijaraga turgan insonni o'zi bilan kelishsangiz ham yilda bir marta qanaqadir kosmический remont yoki qanaqadir освежить qilib, remont qilib, ya'ni dalishni davom ettirishda, ya'ni dalishni ishlatishda, uni foydalanishda, undan demak doimiy ravishda mablag' kelib turish nimasi bor. Endi investitsiya talab qiladi dedik. Ko'p passiv daromad manbalariga, masalan, aksiyalarga, недвижимостьda, biznesda ham avval birinchi sarmoya kiritish talab qilinadi. Xavf tomonlari ham mavjud, ya'ni investitsiyalarning qiymati pasayib ketishi mumkin, ijarachilarni ijara to'lamaslik holatlari kelib chiqishi mumkin, keyinchalik startaplar esa ish bermasligi mumkin. Bular haqiqat, ya'ni passiv daromadlar, umuman passiv daromad tematikasiga oid bo'lgan haqiqatlar endi nima afsonalar, ya'ni passiv daromad bu pulni yotishda topish, bu afsona, bu gap. Chunki haqiqiy passiv daromad manbalariga juda faol harakat qilish kerak. Dastlab bir marta ishlar ekan, umrbod pul keltirib turadi. Ko'p holatlarda bunaqa emas. Chunki o'sha aytdik, boshlanishiga vklad qilamiz va doimiy ravishda keyin periodiически, ya'ni sistemli ravishda ham qarab boramiz. Haftaga birdir, bir oyga birdir mana bizneslar ham bor. To'liq biznesda deylik, biznes egasi masalan operatsionniy boshqaruvdan chiqib ketadi-da, strategik boshqaruvga kiradi. Ya'ni qanaqadir navsavet yoki sovet direktori tashkil qilib, 3 kishilik, 4 kishilik, 5 kishidan iborat va unga gen direktor tayinlaydi, ya'ni CEO tayinlaydi. Misol uchun nima tayinlashi mumkin? Operatsion ishlarda faol, doimiy ravishda ishlarga, operatsion ishlarga inson tayinladi. Bo'ldi. Demak, o'zi faqat 3 oyga bir yoki 6 oyga bir yoki oyiga bir biznesni qanaqadir yo'nalishlariga, muhim qarorlar uchun demak aralashib turadi. Endi hamma uchun bu hamma uchun va bu juda ham oson degan mif, bu afsona albatta. Passiv daromadni yaratish oson va bu hamma uchun degan gap ham mif. Chunki hamma uchun-da, to'g'ri, hamma uchun ochiq. Passiv daromad aynan mana bu insonlar qilish kerak degan bir cheklov yo'q. Lekin bu hamma uchun qilsa bo'ladi degan gapni aytamiz-ku, lekin juda ham oson narsa deyishimiz sal nima? Chunki boshlanishiga ilm kerak, tafakkur kerak, resurs kerak, vaqt kerak, pul kerak va hokazo. Biz dastlab resurslarni beramiz va o'sha resurslardan keyingina ma'lum bir etap paydo bo'ladi, ma'lum bir puzzle paydo bo'ladi. Ana shundan keyin biz daromadni olish boshlaymiz. Daromad olish
nimasini boshlaymiz. Shu uchun mana bu narsa ham ozroq mif. Xo'p, demak, yana bitta mif bor. Internetda pul topish oson, ko'p onlayn nimalar, demak, passiv daromad sxemalari piramidaga o'xshash yoki ish bermaydigan model bo'lishi ham mumkin. Shu uchun biz shu narsaga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Mana oxirgi yillarda juda ko'p modellar chiqdiki, yo internetda pul topish oson, passiv daromad usuli, bu deb turib, mana moliyaviy piramidalar, har xil sxemalar, firibgarlik usulida asosida pul topuvchi instrumentlar ham bu ham passiv daromad deb insonlarni haligi kurchok bilan haligi nima desak bo'ladi. Besplatni sir deymiz-ku, ya'ni bepul narsa berib turib insonlarni demak nimasiga o'sha o'zini qaramog'iga ildirish, ya'ni o'sha firibgarlik asosida pul topish manbalarini, vositalarini ilgari surib va odamlarning ongini verbovatsiya qilib, ya'ni ularni tafakkuriga qanaqadir narsani o'rnatib turib, undan keyin pul ishlash, bu ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bu ham albatta passiv daromad to'g'risida miflar sirasiga kiradi. Endi xo'p, aytdik aktiv daromad bilan farqlarini. Aktiv daromad vaqtga bog'liq, doimiy mehnat talab qiladi. Passiv daromad esa sarmoyaga bog'liq. Avvalo mehnat yo sarmoya, keyin esa kamroq mehnat va diqqat talab qiladi. Misollarni aytib o'tib ketdik. Demak, ijara daromadlari, kompaniyaning aksiyalari, obligatsiyalari va opsionlari, onlayn kurslar, masalan, mualliflik huquqidan keladigan daromadlar, dividendlar dedik. Dividendlar bilasizlar, o'sha aksiya sotib olgan aksiyamizni o'sganligi asnosida doimiy ravishda bizga dividend kelib turadi. Avtomatlashtirilgan e-kommersiya vositalari. Xo'p, passiv daromad haqida haqiqatlarni sanadik. Avvalda faol mehnat qilamiz yoki sarmoya talab qiladi. Doimiy ravishda kuzatuv va texnik xizmat qilish kerak. Daromad darajasi mustahkam emas, lekin vaqt bozor sifatiga bog'liq. Ko'nik va bilim talab qiladi. Yaxshi reja va strategiya bo'lmasa, demak, u ish bermaydi degan bu passiv daromad haqiqati 5 ta haqiqatni aytdik. Endi afsonalar va noto'g'ri tushunchalar haqida ham aytib o'tib ketamiz. Boya yuqorida qisqasini aytdik. Passiv daromad demak bu pulni onlayn o'sha masalalarni aytdik. Passiv daromad turlari haqida mulkni ijaraga berish, onlayn kurslar, elektron kitoblar ham, demak mana elektron kitoblar ham o'zi bizga passiv daromad sifatida demak ekspertlarimiz taqdim qilyapti. Ilk tayyorgarlik muhim, boshlanishiga vaqt qilamiz. Ana undan keyin demak biz bemalol passiv daromadni olsak bo'ladi. YouTube va ijtimoiy media, dividendlar va obligatsiyalar, mobil ilovalar ham mana mobilni ilovalarni ham mana Play Market yoki App Store'dan skachat qilamiz. Boshlanishiga juda katta komanda ishlaydi. Juda katta IT kompaniyani ishlatamiz yoki bunga sarmoya tikuvchi investor topiladi-da, investor aytadi: "Men shu prilojeniyani yarataman. Bo'ldi, bu prilojeniyadan keyin doimiy ravishda nima keladi?" Misol uchun mana Payme va Click boshida katta turut vqlad qilingan. Mana hozir to'g'ri qanaqadir kichkina gruppa saqlab qolingan texpoddershkasi va darabotkasi uchun. Lekin asosiy qurilmasini, asosiy suyagini yasagan programmirni gruppa bo'ldi, o'zi pullarini oldi, kelishilgan vaqtda, kelishilgan holatda, kelishilgan texnik zadachalarni qilib berdi, bo'ldi. Demak, Play Market va nimada joylashtirildi, undan insonlar skachat qiladi. Skachat qilgandan keyin telefonidan doimiy ravishda to'lov usullarini to'lashda, boshqa qilishda foydalanib keladi. Xo'p, avtomatlashtirilgan e-kommersiyalarni aytdik. Dropshipping, marketplacelar, Amazon, Vibers, Ozon, Usun va xo'p, mobil ilovalar haqida gapirdik. Yaratish qiyin, lekin samarali bo'lishi mumkin. Xavflar va kamchiliklarda demak kapitalning yo'qolishi, qonunchilik, ijara, soliqlar, talablarning o'zgarib qolishi va sohalarda raqobatni kuchligi. Xo'p. Passiv daromad xulosa qiladigan bo'lsak, aynan passiv daromad holatini orzu emas, lekin oson yo'l ham emas. Haqiqiy passiv daromad strategiyasi mehnat va bilimga bog'liq. Bir marta qilib qo'yaman degan fikr emas, balki buni tizimli
qilib turib boraman degan yondashuv bilan ishlashimiz kerak. Xo'p, endi qaranglar, umumiy mana biz passiv daromadni nimasini, umumiy holatini ochib bo'ldik qaysidir ma'noda, lekin bu juda katta tema. O'zi aslida buni har bitta instrumentni bo'ylab alohida bitta mavzu qilsak ham kamiga 4 soat 5 soatlik tema chiqadi, to'g'ri. Nima deb o'ylaysiz? Passiv daromad usullariga yana eshitganmisiz? Qanaqa instrumentlarni qo'shsak bo'ladi? Mana oxirgi man sanab berdim. Demak, ekspertlar mana quyidagilarni qo'shishgan. Yana bundan keyin passiv daromad usullariga keyinchalik yangi narsalar prидумывать qilish mumkinmi insoniyat masalan? Insoniyat keyinchalik qanaqadir yangicha yo'nalishlarda yoki yangicha instrumentlarni qo'shib borish mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? Albatta, hozirgi paytda texnologiyalarimiz ham rivojlanyapti, общий ekonomik strukturalar ham o'zgarish bilan rivojlanishni sezyapmiz hammamiz. Lekin hamma passiv daromad deganda hammani bitta xato joyi bor. Bitta passiv degan so'zga ko'proq uyg'u berishadi. U passivda ma'nosi sal boshqacharoq. Bu yerda mehnatingizda minimallashtirilgan holda siz foyda olishingiz bu passivni dohodga kiradi. То есть passivni daromadga kiradi. Bu degani siz mehnat qilishingiz kerak emas degani emas, u обязательно mehnat ham kerak. Masalan, eng oddiy usullardan biri hozir bizning bozorda bu kvartirani sotib olib, kvartirani arendaga berish. Eng oson usullardan biri. Lekin bu yerda birinchi o'rinda siz aytgandek, kvartirani birinchi o'rinda sotib olish kerak. Bu mehnat, bu qiyin mehnat, bu yerda analiz qilish kerak, bozorni ko'rish kerak, o'rganish kerak, kelajakda arendaga beradigan bo'lsak, o'sha paytda именно summa окупаемость ro'ylarda o'shirik uchun o'zi pulni qanchaga shu joylarda arendaga berib, ertaga pulni qanchaga qaytib kelishini ham rashyotlarni olishingiz kerak, hisobini olishingiz kerak. Keyin keyinchalik o'sha arendaga berayotganingizda bu bitta psixolog ham bo'lishingiz kerak desak ham bo'ladi, chunki arendaga berayotganingizda kimga arendaga beryapsiz? Tekshirilgan odamga arendaga beryapsizmi? Ertaga nima ishlar bilan shug'ullanadi u kvartirangizni? Ertaga qanaqadir kriminal ishlar bo'lmaydimi? Bularning hammasi baribir sizning o'zingizga o'tib qolgan risklar. Bu har doim risklarni adekvatni ocenka qilib bilishimiz kerak. Masalan, o'zimda bo'ladigan situatsiya, masalan, o'zim kvartiralarga arendaga beraman, har doim birinchi o'rinda baho berish kerak deb berayotganmiz. Qaysi bir kvartiralarni qimmatroqqa berishim mumkin edi, lekin masalan, bitta joyda kvartiram bor, o'sha kvartirani $500 arendaga bersam bo'ladi. Real xaridgan bo'lsak, $500 bersak bo'ladi. Lekin u joyda masalan $350 va $400 ga beryapman. Nega unaqa berganman? Chunki $350, $400 ga tekshirilgan odam, davlat ishida ishlaydigan odam, davlat strukturalarida ishlaydigan odamlarga berganman arendaga. Bu degani, ertaga men bilamanki, ular bilan tezda doговорlar tuzilib, ertaga har qanday situatsiyada ular oylik to'lovlaridan kech qolishmaydi. Chunki har oylik to'lovdan kech qolishi bu bizda определенный finansiy poteryalarimiz, pulda tushumlarimiz kamayishiga olib keladi. Biz har doim ocenka qilib borishimiz kerak. Passivni daromad deganda просто aktivnostni kamaytirish kerak degan emas, har doim aktivnost normal usulda biz kontrol qilib olib borishimiz kerak. O'zimda bo'ladi, kvartiralar ko'p arendaga bergan, qancha kvartiralar soni ko'paysa, shunchalik sizni aktiv, passiv daromadingiz shunchalik aktivga aylanib qoladi. Chunki bunaqa situatsiya kimdadir suv bilan problema bo'lib qolishi mumkin, kim hal qilish kerak? Uyda egasi hal qiladi. Kim bilandir suv bilan problemasi hal paydo bo'ladi, kim hal qiladi? Uyda egasi hal qiladi. O'zim tanishlarimni oladigan bo'lsak, o'zimni tanishlarim shunaqa kvartiralar shunaqa problematikasini, arendatorlar problemalarida ko'rganman. Arendator telefon qilyapti, uyda egasiga telefon qilyapti. Uzr, sizni kvartirangizni berish olmayman. Nega deb so'rashsa, matrasingiz juda qattiq ekan degan situatsiyalarga ham kelganmiz, ko'rganman o'zim. Shuning uchun bu tomondan har doim adekvatni ocenka qilishimiz kerak. Passiv daromad deganda bu kvartirani olib qo'ydim, chet elga chiqib, bemalol dam olsam bo'ladi deb bo'lmaydi. Har doim bu yerda O'zbekistonning o'zida, masalan, O'zbekistonda bersangiz arendaga yoki liba upravляющий kompaniyaga berishingiz kerak. O'zi upravляющий kompaniyalar bozorda ko'p, ular daromadingizdan определенный foizini oladi, lekin polностью boshqaruvni o'zini bo'yniga oladi. Agar siz o'zim boshqaraman, o'zim arendaga beraman desangiz, bu yerda o'zingiz buni passiv deyish sal qiyinroq, bu yerda ham aktivsiz. Chunki kontrol qilib olishingiz kerak, oylik to'lovni kontrol qilishingiz kerak, vaqtida счетчикlar, svet, gaz, kommunal xizmatlarni hammasini kontrol qilib
borishingiz kerak va davlatni налогlarni ham to'lashni unutmaslik kerak. Bu hammasi aktivlikka olib keladi. O'zimda masalan 4 ta kvartiram bor, arendaga beradigan. Shu 4 ta kvartirani kontrol qilish oson emas. Примерно har bitta kvartiramda oyda bir kun baron vaqtingizni ketkazasiz. Налоglari bor. Определенный joyga borib ko'rishingiz kerak, bir problematikalarni o'rganishingiz kerak. Shularga qarab, bahosini shu kvartiralarni hech qachon passiv deb bo'lmaydi. Hozirgi paytda bozorda upravляющий kompaniya degan narsalar bo'lgan, agentlar bor. Ular sizni kvartirangizni sizni o'zingizga arendaga beradi, sizni o'zingizga kontrol qiladi, sizni o'zingizga oylik to'lovlarni oladi, sizni o'zingizga shu transportlar bilan shug'ullanadiganlar bor. Siz buni siz shunaqa o'zingizga mehnatingizni minimizировать kamaytirsangiz ham bo'ladi. Shunaqa bor, lekin bu ham sizni foydangizdan определенный o'zini olib qolishadi. Bu hozir yangi instrumentlardan biri, passiv daromadni eng zo'r instrumentlardan biri deb hisoblanadi. Nega bu instrument paydo bo'ldi? Oldin yo'q edi, hozir paydo bo'ldi. 2022-yilda shu Rossiyadan ko'p mehmonlarimiz O'zbekistonga kelib, ko'p joylardan investitsiya qilib, ko'p joylardan kvartira, turar joylar, noturar joylar sotib olishgan. Lekin ularni masalan boshqarishga, shu joylarni kontrol qilishga faqat vaqti yo'q. Bu определенный qiyinchiliklar, chunki Rossiyadan kelish kerak, Rossiyadan kelib yana kvarplatasini olish kerak, yoki kartasini tushish kerak, ertaga arendator chiqib ketsa o'zi izlash kerak. Shu paytda hozir agentlar paydo bo'lgan, shunaqa agentlar bor. Ular agentlikda o'rtizadi, 10% oladi, kimdir 20% oladi, kvartiralarga 20% oylik to'lovini to'laysiz. U sizni kvartirangiz polisi boshqaruvga oladi. Налоговый borish kerak bo'lsa, налоговый boradi. Sud bilan problemasi hal qilish kerak bo'lsa, sud bilan o'zi hal qiladi. Ustadan chiqarish kerak bo'lsa, ustadan ham ish chiqarib hammasini qilib boradi. O'shanda masalan chet ellik mehmonlarimiz o'sha maksimal ular passivniy dohodda hozirgi paytda. Shunaqa suratlarimiz hozirgi paytda bor bozorda. Zo'r. Demak, siz hozir o'sha ko'chmas mulkni an'anaviy turidagi nima haqiqatu, nima afsona degan bir masalani ham ochib berdingiz. Ya'ni haqiqati shundaki, demak, lokatsiyaga bog'liq holatda va narx bo'yicha qanaqadir tendensiya bo'lishi mumkin va uni ijaraga berishga nimalarga e'tibor berishingiz kerak bor narsa va mana o'zingiz aytib beryapsiz, 4 ta 5 ta kvartirani shunchalik vaqtimni oladi deyapsiz. Demak, bu narsa bor ekan. Bu mif ekanki, yolg'on narsa. Ya'ni biz 4-5 ta kvartirani oldikda oyoqni ko'tarib Maldivda yoki Bali orollarida, masalan, bu narsa demak mif. Haqiqatan ham u narsaga fokus berish kerak, bu narsaga diqqat qaratishimiz kerak. Xo'p, upravlenskiy kompaniyalarga bergan taqdirimizda ham demak ular bizga demak yana bizning daromad usulimiz yana tushib ketishi mumkin. Nimani hisobiga? Upravlenskiy kompaniya bu narsani ishlaydi, ustida fokus beradi, ya'ni ularning faoliyati shunga yo'naltirilgan va shuni asnosida ular o'zini nimasini, daromadini oladi. Va o'zi umuman olganda O'zbekistonda upravlenskiy shunaqa ijara mulklarni boshqaruvchi upravlenskiy kompaniyalar qanchalik darajada bormi? Hozir rivojlanyaptimi, ochilyaptimi? Men buni juda ko'p eshitmaganman upravlenskiy kompaniyalar to'g'risida. Unaqa ko'p emas, chunki klientskiy bazasi ham unaqa ko'p emas. O'zimizni O'zbekistonda unaqa praktika kam. Masalan, O'zbekiston o'zidagi kvartirani arendaga berib, chet elda yashash. Chet elda unaqa kompaniyalar masalan, o'zim Moskvada o'qigan paytimda moskvalik bolalar ko'pchilik kvartiralarni arendaga berardi, Tailandlarga ko'chib ketishardi. O'sha paytda ko'pchilik problema bo'lgan. Tailandga chunki arenda stavkalari juda baland, Moskvalarga oladigan bo'lsak, o'sha paytda hozir paytda yana boshqacha. Bu paytda juda baland edi. Odamlar bemalol o'sha summaga passivniy dohod qilib, bemalol o'sha Tailand yoki chet ellarda yashashni mumkin edi. Hozir o'sha praktikadan foydalanib O'zbekistonda ham sekin paydo bo'lyapti. Unaqalar u просто vaqtida kirib qo'yganlar, unaqa kompaniyalar ekan. Hozir nomlarini aytishim mumkin emas. Unaqa kompaniyalar bor. Kichkina arendatorlar bilan shug'ullanganlar ham bor. Bu kichkina kompaniyachilar katta, masalan, Commonwealth Partnership bor. Bu katta kompaniyalar bilan shug'ullanadi, katta joylarga arendaga berib, o'zi shu upravleniyasi bilan ham shug'ullanishi mumkin. Bu именно katta kommersiy kompaniyalar bilan shug'ullanishadi. Hozirgi paytda tendensiya shunaqaki, o'sha 2022-yilda kirib kelgan klientlar
основной klientskiy baza hisoblanadi hozirgi paytda. Chunki hozirgi paytda chet elliklardek investitsiyasi unaqa baland emas. Endi biznesga unaqa ko'chmas mulkka o'sha paytda kirib kelgan klientlarda kim kirib kelgan klientlarda o'zini xizmatini ko'rsata olgan bo'lsa, hozirgi paytda o'sha xizmatni ko'rsatishga davom ettiryapti. Zo'r. Foydali, yaxshi, hammamiz uchun yaxshi manfaatli nimalarni aytdingiz. Chunki men oxirgi yillarda ko'p ko'rgandim upravlenskiy kompaniyalar chet elga ko'pligi to'g'risida, lekin mana hozir aytyapsiz, demak men уже juda ko'pchilikka demak manfaatli bo'ladi, chunki недвижимосtlari 10 ta, 15 ta, 20 tagacha, 50 tagacha, 100 tagacha bor ko'chmas mulklari bor insonlar uchun bu juda zo'r yechim. Aslida upravlenskiy kompaniyalarga berib qo'ysa, juda zo'r yechim. To'g'ri, ular pribeldan qanaqadir foizlar yoki o'zlarining komissiyalarini, xizmat haqlarini olib qolishadi, lekin sizdan o'sha narsani полностью, ya'ni to'liq ma'noda sizdan o'sha narsani soqit qilishadi, yechim. Bu siz unga fokus ham bermaysiz, asabiylashmaysiz, u ijarachilar bilan tortishib yoki qanaqadir summalar yoki qanaqadir vaqt bo'yicha chegara o'tadi yo vaqt so'rog'ida odatda bo'ladi. Ijarada doimiy ravishda eng katta bo'l, eng katta og'riq nima? Vaqtida ijara pulini bermas. Ayniqsa O'zbekistonda. Bo'pti, xudo xolasa ertaga beraman, 3 kundan keyin beraman, haligi payshanba kun beraman, juma kun beraman deb sudrab bir hafta 10 kungacha sudrab yurishadi. Ya'ni bu ijara beruvchini asabini va uni juda vaqtida uni ham oladigan joyi bor, beradigan joyi bor, planlari bor va bu planlarini, rejalarini buzib yuboradi mana bu narsa. Ijara turuvchilarni mana bunaqa mashmashasi yoki mana bunaqa holati nima? Eng zo'r yechim haqiqatan upravlenskiy kompaniyalar. Berdiz, bo'ldi, quloq ostida ichib unutdingiz, bo'ldi. Upravlenskiy kompaniya o'rtada most sizga o'sha daromadsizni tashlab turadi, bo'ldi. Всё. Kartangizga, yo hisob raqamingizga, yo farqi yo'q. Naqddir, naqdsiz usuldadir. Eng muhimi sizga o'sha yechim bo'lsa bo'ldi. Qolgan masala keyingi ikkinchi darajada. Xo'p, navbatdagi savolim keyin qo'shmoqchi edim bu yerda hozir просто nega hozirgi o'sha paytda ulgurganlar qurib oldi, klientlar olib oldi. Chunki ko'pchilik bu ikki tomonlama o'yin, bunaqa situatsiyalar arendaga beradigan odamlarda ham chestность bilan problemalari bor. Arendaga berganicha sizga badallar berishadi. Arendaga joylarni berib bo'lgandan keyin, agentlar arendaga berib bo'lgandan keyin biz oddiy tilda gapiradigan kidala qilib ketishadiganlar ko'p juda hozirgi paytda. Chunki qonunchilik shu arendaning imlo qonunchiligi sal oxirigacha недоработанный, oxirigacha ishlanmagan, problemalari bor. Shu yerda ko'p agentlarda o'zida ham ayblar bor, chunki ko'p agentlarimiz dogovor tuzib ishlamaydi. Shu bilan ham problematika bor. Dogovor tuzib ishlanmagandan keyin bu yerda klientlar ham ularda aldab ketish situatsiyalari juda ko'p bo'ladi hozirgi paytda. Shuning uchun hozir o'zini risklar otsyanka qilib, shundan unaqa agentlar juda kam, juda dolgi, katta qilib arendaga berib qo'yib keyin boshqaradiganlarga ham hamma ham qo'yolmas. Har oy masalan 10%ni bahodan 10%ni berish. Kvartirangiz $500 bersa, har oy $50 o'sha agentga o'tkazib berasiz. U mehnat qilyaptimi yoki mehnat qilmayaptimi? Shu joyi bor. Masalan, 2 oy mehnat qilmashi mumkin, to'g'rimi? 2 oy qanaqa ish qilib problema paydo bo'lmashi mumkin. O'shanga $50 beramanmi har oy deb ko'pchilik bermay qo'yishadi. Shunaqa situatsiyalar ham bor bozorda. Endi shuning uchun bu sferamiz hozir unchalik O'zbekistonda bunaqa unchalik kuchaymagan. Kelajakda xudo xolasa hozir o'zgarishlar juda ko'p. Hozir agent bo'lish unaqa qiyin emas. Hozir kurslarni bitirib, davlat ekzamen topshirganingizdan keyin IP ochib, bemalol agent bo'lishingiz mumkin. Ancha o'zgarib qolgan situatsiya. Kelajakda xudo xolasa agentskiy upravlenchilik kompaniyalar ko'payib boradi. Demak, bu soha ham ancha yaxshilangan, demak, ilk qadamlari demak qurilyapti, borilyapti. Lekin qonunchilik nuqtai nazaridan qanaqadir недоработкалар, lazeykalar yoki bo'lmasa o'sha qonunchilikni yuridik asoslangan formatlari yaxshilanmaganligi uchun yoki umuman hali qonunchilik, ya'ni o'zi odatda shunaqa bo'ladi-ku, bilsangiz, mana birinchi tendensiya rivojlanadi, orqasidan keyin qonunchilik yuradi doim. Birinchi qonunchilik uni qonuniy asoslarini qilib turib, osnovalarini yaratib, fundamentalniy holatini qilib turib, keyin progress bo'lmaydi. Biz odatda shunaqa bilsangiz.
haligi o'zi O'zbekistonda mana blokcheyn, kriptovalyuta masalalarini ham qonunchilik tizimi yo'q edi. Blokcheyn va kriptovalyuta kirib kelgandan keyingina jahon tendensiyasi birdaniga skachok bo'lib, u O'zbekistonda tabiiyki kirdi. Undan keyin orqasidan sekin qonunchiligini yaratish boshlandi masalan. Boshqa sferalarda, boshqa trendda, boshqa направленияda ham shu ahvol. Upravlenskiy kompaniyalar masalasida ham bu qonunchilik juda orqada. To'g'ri aytyapsiz. Chunki qonunchilik doimo tendensiya oldin pikka chiqadi. U yerdagi masalalar va qaysidir ma'noda kamchiliklar yuzaga keladi va xuddi shu kamchiliklarni yoki tartibga olishga bo'lgan ehtiyoj kuchli bo'lgandan keyin davlat bu narsani initiator sifatida, regulyator sifatida, nazoratchi sifatida qo'lga olishi kerak baribir. Men shunaqa deb o'ylayman, sababi yuridik asnova, demak bu xohlagan направленияni, nishani yoki yo'nalishni tartibga soluvchi bir asnova hisoblanadi. Shu uchun demak, Xudo xolasa aytganidek, kelajakda upravlenskiy kompaniyalarni ham normativlari, ishlash tartiblari va uni yuridik asoslar to'g'risida bir qancha qarorlar, farmonlar, o'sha Vazirlar Mahkamasi bo'lsin, prezident farmoni, qarorlari bo'lsin, demak yoki Oliy Majlis qonunchiligi bo'lsin, baribir huquqiy normativ aktlari yoki huquqiy normativ hujjatlari chiqadi. Umid qilamiz, Xudo xolasa. Bu просто to'g'ri ham qilishadi, chunki davlat o'zini masalan tayyor emas bozorga ограничениyalar qo'ysa, bu biznes rivojlanmay qolishi mumkin. Chunki noto'g'ri kiritilgan bu bozorda yangi bozorda noto'g'ri qiyin. Shuning uchun hozir bizga unaqa ограничение bermasa, ko'p kompaniyalarga ограничение berilmayapti, ishlashni boshlashadi, ular ishlashning tendensiyasini ko'rib, qanaqa xatoliklar qilyapti yoki qanaqa qonunchilik buzilayotgan tomonlari bor, o'shalar analiz qilib, keyin kelajakda yangi qonunlar va yangi buyruqlar chiqadi. Inshaalloh. Bu to'g'ri. Xo'p, bu borani demak обсуждение qildik, yaxshigina tahlil qildik. Endi men Javohirbekka yo'nalmoqchiman, demak savol bilan. Mana hozir passiv daromadlar to'g'risida bir qancha masalalarni oydinlashtirdik. Undan keyin mana bu demak ko'chmas mulk arendasi haqida gaplashdik, upravlenskiy kompaniyalar haqida gaplashdik. Endi bitta masala bor. Ko'chmas mulklarda to'g'ri, biz agar passiv daromadni yaratmoqchi bo'lsak, ko'chmas mulk zo'r narsa haqiqatan. Lekin uni kirish parogi juda qimmat. Mana hozir men bilganimcha, taassurotimcha, Xonsaroy Money degan loyiha bor. Demak, Xonsaroy qurilish kompaniyasi tomonidan ularni demak nima deydi, inisiativlari, tashabbuskorliklari va xalqni o'ylab chiqarilgan bir chiroyli loyiha sifatida taqdim qilindi. Lekin shuni bilmoqchiman, qay darajada bu passiv daromad usulini eng yaxshi, eng ishonchli va eng yaxshi instrumentarium sifatida kiritiladigan va xalqqa yoqadigan bir holatlari, tomonlari haqida gapirib bersangiz yoki xalqimizdan Xonsaroy Money bo'yicha qanaqa ko'proq savollar tushyapti, tushunmagan qismlari yoki ularni nima qiziqtiryapti ko'proq, kirish parogimi yoki qancha daromad foizlarimi, necha foizdan necha foizga olamiz, biz mana buncha tiksak qanaqa bo'ladi, ko'chmas mulkni kvadratura usulida hisoblash qanaqa bo'ladi. Mana shular to'g'risida bir gapirib bersangiz, xalqimizdan qanaqa savollar, mijozlarimizdan qanaqa bir interesli, qiziqarli savollar kelyapti yoki ular nimani tushunyapti, nimani tushunmayapti va umuman loyiha to'g'risida bir chiroyli qilib batafsilroq ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum, avvalambor. Xonsaroy Money platformasiga keladigan bo'lsak, bu Xonsaroy tomonidan ishlab chiqarilgan. Hozirgi kunda Xonsaroy Moneyga Fazo degan proyektimiz biriktirilgan. Mijozlarimiz o'sha proyektga qisman sherik bo'lishsa bo'ladi. Ya'ni qanaqa bo'ladi? O'sha Fazo degan proyektimizning qurilishiga sarmoya kiritsa bo'ladi. U qanaqa bo'ladi? O'zligiga o'sha proyektdan, o'sha qurilishdan ulush olishadi. Biz ulush deymiz, lekin kvadratga hisoblanadi. Bitta ulushimiz 1 kvadrat bo'ladi. Ikkita ulushimiz 2 kvadrat bo'ladi. Mana hozirgi kunda eng kam sarmoya kirish narximiz 65 million deb belgilangan. Misol tariqasida aytsak agar bitta mijozimizda 65 million sarmoya kiritsa-da agar ularga bir o'rtacha 5 ta ulush ajratiladi. Kvartira emasda, o'sha общий qurilishda. Biz ularga kvartira sotmayapmiz. Общий Fazo degan proyektimizning qurilishini
ularga 5 ulush ajratiladi. Endi ularga birinchidan ham o'zlarini mulki bo'ladi, sababi o'sha sarmoya kiritishdan oldin o'zlariga nomlariga rasmiylashtiriladi mijozi. Hammasi qonuniy, davlat ro'yxatidan o'tgan, ham ishonchli, ham halollik bo'yicha sertifikat litsenziyalarimiz ham bor. Keyin o'sha 65 million sarmoyalari yiliga 14% dan 30% gacha, balki bundan ham yuqori daromad olib kelishi mumkin. Bu platformamizning yaxshi tomoni, telefon orqali doimiy kuzatib borsalar bo'ladi. Daromadlari 3 oyda qanaqa o'sish bo'lyapti, 6 oyda qanaqa o'sish bo'lyapti, yoki 1 yilda qanaqa o'sish bo'lyapti, doimiy mijoz telefon orqali osongina masofadan turib yoki chet eldan turib sarmoyalarni doimiy kuzatib borsalar bo'ladi. Undan ham yaxshi tomoni, keyinchalik yana sarmoyani ustiga yana qo'shimcha sarmoya kiritaman desalar ham xuddi shu platforma orqali yana sarmoyalarini ko'paytirsalar bo'ladi. Juda ham oson. Platformada summa yoziladigan joylar alohida, do'l belgilangan joylar alohida bo'ladi. Hammasi juda ham soddalashtirilgan. Keyin bu narsani yaxshi tomoni, Xonsaroyga juda ko'pchilik ishonadi. 2019-yildan beri Toshkentda ish faoliyatini boshlashgan. Hozirgi kunga kelib, общий 10 dan shu loyihalarni mijozlarga topshirilishgan. Juda ham ko'pchilik mamnun, xursand. Ko'pchilik hozirgi kunda endi bu yangi platforma bo'lgani uchun, hali yengillik bo'lgani uchun mijozlardan juda ham ko'p savollar tushyapti. Birinchi o'chirda halolligiga juda ham katta e'tibor berilyapti. Bu halollik biz uchun ham juda ham muhim, Xonsaroy uchun juda ham muhim bu. Ikkinchi o'chirda bu qulayligi, depozit narxi juda ham qulaylik. 65 milliondan sarmoya kiritib bemalol daromad olishsa bo'ladi. O'sha Fazo degan proyektimizga qisman sherik bo'lishsa bo'ladi. Keyinchalik chiqib ketish jarayonini aytadigan bo'lsak, endi bizda har xil mijozlar keladi. Misol uchun sarmoya kiritganimdan keyin necha kundan keyin chiqsam bo'ladi, necha kundan keyin pulni qaytarib olsam bo'ladi. Juda ham ko'p savollar berishadi. Bu hamma mijozlarimizning eng muhim savollaridan bittasi. Har 3 oyda bemalol foydaligini, daromadligini olib chiqib ketsa bo'ladi. Har 3 oyda bemalol olib chiqib ketsa bo'ladi. O'shanda ham foydada chiqqan bo'lishadi. Chiqish jarayoni qanaqa bo'ladi? Juda ham bu ham oson. Bizga murojaat qilishadi, biza ariza yozishadi, biz murojaat qilishgandan keyin 3 kun ish kunligi ko'rib chiqib, $10,000 gacha, ya'ni shu 130 milliongacha bo'lgan sarmoyani 30 kunda yechib bera olamiz. Undan yuqori bo'lgan sarmoyani 60 kunda, 60 ish kunida yechib bera olamiz. Keyin bu loyiha xudo xolasa tugagandan keyin yana yangi loyihalarimiz chiqadi. Shunaqa yaxshi tomoni shundaki, Fazo loyihamizni telefon orqali kuzatib turishganda, o'sha yangi loyihalar qo'shilganda ham o'zligini daromadligini bemalol yana yangi loyihaga ham o'tkazsa bo'ladi. Juda ham soddalashtirilgan, ham qulaylik ham, masofadan turib sarmoya foyda qilib bemalol o'zligi ham kuzatib borishsa bo'ladi. Zo'r ma'lumotlar berdingiz. Keyin qarang, mana shu yerda 2-3 ta bir savol tug'ildi-da, shu loyihani tanishtirishda. 14% dan 30% gacha demak daromad olish va undan ham ko'proq bo'lishi mumkin deyapsiz-da. Bu aynan nimaga qarab baholanadi? Qanaqa tendensiyaga qarab narx o'sishi o'zi nimaga asos qilib olingan degan bir savollar ham tug'ilishi mumkin-da, mana mijozlarimiz tomonidan. Shularga ham bir aytib o'tib ketsangiz yaxshi bo'ladi. Hozirgi kunda o'sha Fazo loyihamizning o'zi manzili juda ham yaxshi manzilda, lokatsiyasi juda ham zo'r. Shaharga ham yaqingina, 3-4 kilometrlik masofa shaharda markaziga. Yon atrofidagi muhit ham o'zi juda qulay. Ham yo'lga yaqin, ham atrofida qulayliklar ko'p, magazinlar, misol uchun торговый sentrlar desa agar, narx-navo o'sadigan joyda. Yaxshi o'sadigan joyda. O'sha mijozlarning foydasi o'sha narx-navoni o'sishiga qarab, uy ko'tarilgan sari ularning ham ulushligi oshib boradi. Do'laligi oshib boradi, o'sha orqali o'zligining foydaligini ko'rishadi. Demak, narxning oshishiga lokatsiya, infrastruktura, keyin qurilishning etaplari, qancha qurilish etaplari, demak, kotlovan vaqti sal nimaroq, keyin kotlavandan keyingi bosqichda demak ulushlar foizi o'shanga qarab pribel demak oshib boradi. Asosiy qurilish bosqichi deb olingan, to'g'rimi bu yerdagi? Sotuv.
Yana qo'shimchasiga o'zi Xonsaroyi har bir obyekti juda ham sifatli quriladi. Unga ketadigan seryo'larni olsak, misol uchun armatura bo'ladi, hammasi juda ham sifatli, chidamliga ega. O'shanda sarmoyaga, o'sha loyihaga qiziqish ham juda ko'p bo'ladi o'zi Xonsaroyga mijozlardan. Hozirgi fazo platformamizni ham, loyihamizni ham qiziqish ortib boryapti mijozlar tomonidan ham. Juda ko'pchilik so'rashyapti, mana sotuvga qachon chiqadi deb. Sarmoya qiladiganlar ham xohlasa ko'payyapti. Inshaalloh nima desam bo'ladi, loyiha bardavom bo'lsin, xayrli bo'lsin, demak barokatli bo'lsin, xalqimizga manfaatli bo'lsin. Undan tashqari yana bitta savol tug'ilishi mumkin mijozlarimiz tomonidan. Pulni yechib olish masalasidagi qanaqadir muddatlar aytdingiz, demak $10,000 bo'lgan muddatda, demak o'sha 3 oy davomida yoki undan ko'proq summadagi miqdordagi pullarni, demak daromadlarni yechib olish haqida gapirdingizmi yoki deylik o'sha tikilgan pulni dividendi, ya'ni foydasini, sof foydasini yechib olish haqida gapirdingizmi yo общий summani o'zini to'liq, masalan kiritilgan summani, masalan men $100,000 tikdim, men uni olmoqchiman, 1 oydan keyin, 3 oydan keyin olmoqchiman yoki 6 oydan keyin olmoqchiman, shuni tartiblari qanaqa? Masalan $100,000 men foydasini yechib olishdagi tartib qanaqa? $100,000 o'zini va qo'shib foydasi bilan birga yechib olish tartibi haqida ham bir to'xtalsangiz, misol tariqasida. Hozir mana bizda katlama jarayoni ketyapti. Narx-navo hozirgi katlama narxida. Mana siz sarmoya kiritsangiz agar 3 oydan keyin sizga qanaqadir ehtiyojida pul kerak bo'lib qoldi yoki shu foydasini yechmoqchisiz. Foydasini o'zini ham yechib olsangiz bo'ladi yoki butunlay foyda bilan birga o'sha sarmoya kiritgan pulingizni ham yechib olsangiz bo'ladi. Foyda yechmoqchi bo'lsangiz faqat bitta sharti bo'ladi, foydani yechganingizda ulushingiz kamayadi. Nimaga desangiz agar o'sha narx-navo o'sgan bo'ladi, o'sha qurilish o'sha ko'tarilgan bo'ladi. Ulush kamayadi, chunki siz qatlama narxidan kirgan narxingizda ancha yuqorilab ketgan bo'ladi narx. Keyin misol uchun butunlay foydani ham olib chiqib ketsa bo'ladi, u mijozning o'zini mulki bo'ladi. Xohlasa misol uchun boshqa odamga ham o'tkazib ketsa bo'ladi, ya'ni o'sha o'rtog'i bo'ladimi, tanishi bo'ladimi, boshqa odamga ham sotib ketsa bo'ladi yoki butunlay o'zi biza bilan kelishgan holatda sodalashib sotib ketsa ham bo'ladi. Yechib berish jarayoni shunaqa bo'ladi. U o'zini mulki bo'ladi, u foyda anaqasi. Do'lasi o'sha ulushi o'zini mulki bo'ladi, o'zini nomiga rasmiylashtirilgan bo'ladi. Zo'r. Demak, shaffoflik va prozratsiyat haqida gapirdingiz. Qay darajada loyihaga kiritilgan pullar summani biz o'sib borish tendensiyasini kuzatib borishimiz mumkin? Bunga bizga qanaqa texnologiyalar yordam beradi yoki qanaqadir diagrammalar, qanaqadir finansiviy pokazatellar, nimaga asoslanamizki, o'sha loyiha prozratsiya, ochiq, shaffof deb nima qila olamiz? Ya'ni biz mijozlar, pul tikkan investorlar yoki sarmoya kiritgan bo'lajak investorlar deymizmi yoki sarmoyadorlar deymizmi, qanday qilib o'zlarini pullarini ko'payish etaplarini qanday qilib kuzatib borishsa bo'ladi ular? U narsa birinchi o'rinda o'sha prilojenniy orqali davomiy ko'rinib boradi, kuzatib borishsa bo'ladi. Qo'shimchasiga bemalol biza bilan o'sha fazo proyektimizga borib ekskursiya qilishsa ham bo'ladi. Chunki mijoz sarmoyasi qayerga ketayotganini bilish kerak, ko'rish kerak. Ana o'shanda ham aniq shaffoflik bo'ladi. Faqat shu telefon orqali sarmoya 3 oyda qanaqa foydaga chiqdi, 6 oyda qanaqa foydaga chiqdi, 9 oyda, yillik qanaqa foyda chiqdi, buni o'sha fazo proyektimizni tugatguncha doimiy kuzatib borishsa bo'ladi. U masofadan, misol uchun yokida shu O'zbekistonda yashashsa, bemalol loyihani o'ziga ham borib turib, sarmoya qayerga qilishayotganligi, qanaqa jarayonda ketayotganligini ko'rishsa bo'ladi. Qurilishga. Zo'r informatsiyalarni aytdingiz. Xo'p, endi umumiy ma'noda aytadigan bo'lsak, mijozlar tomonidan eng ko'p beriladigan qanaqa savollar berilyapti mijozlarimizdan? Aynan loyihani tushungan va tushunmagan tomoni bormi? Aynan mana loyiha dedik, umuman xalqqa yo'naltirilgan, ya'ni xalqni bilgan, tushungan qurilish kompaniyasi, deylik Xonsaroy qurilish kompaniyasi xalqning ishonchini, daveriyasini
xalqni bir qaysidir ma'noda umidlarini oqlagan kompaniya. Endi Xonsaroy Money loyihasi esa shu kompaniyani bitta deylik tashabbuskori deylik shu bu korxonasi deymizmi, dachерный kompaniya deymizmi yoki bir tashabbus bilan tashkil qilingan alohida bir kompaniya deymizmi? Shunga xalqimizni ishonchi hali qay darajada? Chunki bu baribir yangi proyekt, yangi loyiha. Shunga mijozlarimizdan qanaqa ko'proq savollar kelib tushyapti proyekt doirasida? Hop. Birinchi o'chirtda baribir ko'pincha mijozlarimiz bu narsa halollik bo'yicha juda ham qattiq qiziqishadi. Ikkinchisidan shu davlat tomonidan ro'yxatdan o'tganligi bo'yicha ilkiga o'sha sarmoyani xavfsizligini oldini olinganmi? Misol uchun ertaga endi har xil holatlar bo'ladi. Misol uchun uni qanaqa o'sha qonunlashtirilgan deb so'rashadi ko'pincha. Shu men o'zim sarmoyam davlat tomonidan ro'yxatdan o'tgan bo'ladimi? Ertaga misol uchun menda qanaqadir muammolar bo'lib qolmaydi dedim. Juda ko'p mana shunaqa hozirgi kunda mana shunaqa savollar bo'lyapti. Lekin qolgan tomonlama Xonsaroyga mijozlar juda ham yaxshi ishonishadi. Juda ham yaxshi ham nima desa bo'ladi. Bizda faqat shu odamlarni rozilik bizga o'zi birinchi o'chakda turadi. Ko'pincha shu hozir ikkita yo'nalishda ko'pincha mana shunaqa savollar bor. Chunki endi yangi platforma hali hech kim eshitmagan, ko'rmagan. Endi sekin-sekin xudo xolasa mana shu Xonsaroy bo'lgani uchun ko'pchilik sekin-sekin mana sarmoya qilayotgan mijozlarimiz ham bor. Ularni hammasini o'sha ofisga kelishganda, yuzma-yuz ko'rishganda, davlat ro'yxatidan o'tganligi bo'yicha qonuniy bizning o'zimizning qanaqalarimiz bor, o'sha dokumentlarimiz bor. Ularni ko'rsatganimizdan keyin o'sha mijozlarimiz ham xususan sarmoyani ham bemalol ishonib qilib ketishyapti. Hammasi qonunlashtirilgan, davlat tomonidan ro'yxatdan o'tgan ishonchli. Eng muhimi demak xalqimizni ishonchi, bu proyektga bo'lgan demak ishonchi bor. Xo'p, yana bitta quyidagi savol bor. Mana siz aytdingiz. Masalan, условно порог входа deylik $5000 tikilsa, 65 million tikilsa-da, biz условно shartli ravishda 5 kvadrat ulush oldi. Biz shuni sarmoyadorlar masalan ulushni tikib o'sha fazo loyihasini qurilishi bitilgandan keyin shularni agar xonadonni bir xonalikka yetish mumkin, ikki xonadonga yetsa kvadraturasi xonadonga almashtirib olishlari mumkinmi? Bo'ladi. Endi biz taklif bilan chiqamiz shu mijozga, misol uchun sarmoya kirgan mijozga mana o'rtacha 20 ta ulush olgan mijozni olsa agar 20 ta ulush olgan odam, ya'ni 20 kvadratga sarmoya kirgizgan mijozga o'sha fazo proyektimiz bitgandan keyin biz taklif bilan chiqamiz. Sizni foydangiz, sarmoyangiz bunaqa narx bo'ldi deb ularga polniy tashlab beriladi, отчетlar tashlab beriladi. O'zlariga ham ko'rinib turadi narsa. Biz aytamiz, xohlasangiz siz polniy sarmoyani yechib olsangiz bo'ladi, foydasi bor. Xohlasangiz foydani o'zini yechib turib, endi u payt bizda yangi loyiha bo'ladi. Yangi loyihada yana sarmoya kiritsangiz bo'ladi, taklif beramiz. Uchinchisi, shu siz aytgandek, ham bu yerda kiritilgan sarmoyani qo'shib, foydani qo'shgan holatda kvartiraga bir xonali bo'ladimi yoki ikki xonali bo'ladimi, kvartiraga mablag' yetsa, bemalol kvartiraga ham to'liq olsalar bo'ladi, sirasi. Kvartira ham olsalar bo'ladi. Xohlasalar o'sha fazo proyektidan, xohlasalar Xonsaroyga o'zlariga ma'qul kelgan proyektlaridan. Zo'r, shu yerda yana bitta savol. Masalan, Xonsaroyning 20 ga yaqin loyihasi bor. Shundan 10 tasi deylik topshirilgan, qolgan deylik 10 tasi yo 15 tasi ish protsessida, to'g'ri? Masalan, shunaqa mijozlar chiqishi mumkinmi? Masalan, deylik, yo'q, men to'liq mayli fazoni qurilish etapi yakunlandi. Mani pulim deylik o'sha 14% dan 30% gacha deylik 35% gacha men 3 yilga mani $100,000 pulim 3 yilga har yil gadovoy 30% gacha oshdi. Men tikkan $100,000 tasavvur qiling, 3 yildan keyin taxminan qancha pul bo'ladi bu? Agar reinvestitsiya qilsak $200,000 dan oshadi, to'g'ri? 3 yilda. Shunaqa. Da. Agar reinvestitsiya qilib borib, uni ulushlariga ham teginmas, ulushlarini ham o'zini reinvestitsiya qilsa $200,000. Men aytsamda, bo'ldi, demak men 3 yildan keyin polni pulimni so'rab olaman, yechib olamanda,
boshqa qurilish kompaniyasini boshqa qurilish loyihasiga tikaman desam, qanaqadir taqiq yoki qanaqadir bir cheklov yoki nimalar bormi? Nima deb shu savolga qanaqa javob berasizlar, qanaqa yechim bera olasizlar? Yo'q, hech qanaqa cheklov yo'q. Pulni yechib olib, o'zlari mijoz xohlagan kompaniyaga boradilarmi yoki o'sha pulni yechib olib xohlagan mana Xonsaroyi boshqa loyihalaridan, misol uchun kvartiralar, uylar olsalar bo'ladi. Unga hech qanaqa cheklov yo'q bizda. Yo'q, hech qanaqa cheklov yo'q. Demak, bu qulaylik, bu har qanday mijozni og'riqli nimalarda yechim, haqiqatan ham bunaqa nimalar og'riq, to'g'ri, ko'pchilik o'ylashi mumkin, bu yo Xonsaroyni o'zini loyihalarga bog'lab qo'yish mijozlarni deb o'ylashi mumkin. Demak, bu bunaqa narsa emas. Bu xalqni xohlagan, o'zini xohish erkinligida harakat qilish bir pozitsiyasi ekanda, juda ma'qul nima, loyiha, yechimlari ham zo'r, menga shaxsan yoqdi. Keyin yana bitta savol bor shu o'rinda. Masalan, pul tikish etapida pul tikildi kvadraturada hisobiga. Buni formalniy holatini, yuridik holatlari ham bormi? Ya'ni o'sha kvadraturani tikilgandan keyin deylik 5 kvadrat olindi. 5 kvadratni qanday qilib notarial tasdiqlasa bo'ladi yoki qanaqa qilib uni kadastr masalasiga holat keladi? Mana shu bo'yicha bir sal bir g'alizlik bor-da, ya'ni insonlar tushunmaydi. Men tushunishimki, bir xonali xonadon. Necha kvadrat? Masalan, 34 kvadrat. Kadastri chiqadimi? Chiqadi. Oldi sotib qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Lekin mana 5 kvadrat, 1 kvadrat, 3 kvadrat qanaqa yechim bo'ladi yuridik tomonlama? Mana shu bo'yicha ham bir sal ma'lumot berib o'tsangiz. Kvartiraga hozir savolingizni bitta qaytarib ola olasizmi? Mana qarang, mijozlardan, investorlardan, masalan, bo'lajak investorlardan kelyapti. Misol uchun tasavvur qiling, $5000 puli bor. Kiritmoqchi sarmoya va keyinchalik oyma-oy kiritadimi yo'qmi aniq emas, o'zi hali bilmaydi o'zi. Lekin $5000 puli bor. $5000 ga uslovna 5 kvadrat ulush sotib olmoqchi. Shu ulushini qanday qilib yuridik оформленияsi bo'ladi, rasmiylashtirish. Qanday qilib unga 5 ta ulushni biz qonuniy rasmiylashtirib beramiz? Unga shartnoma bo'ladi, o'sha ulush mijozning nomiga chiqariladi. Sarmoyani ham mijozning o'zi borib sarmoya kiritadi o'z qo'llari bilan. Bizga kelib misol uchun berib ketmaydilar, boshqa qilmaydilar, o'zlari borib o'sha fazo loyihasiga, qurilishiga o'zlari qo'llari bilan sarmoya kiritadilar. U o'zlarining mulklari bo'ladi. Hammasi rasmiylashtirilgan bo'ladi. O'zlarining nomlarida bo'ladi u mulk. Xohlasalar bizga sotib ketsalar bo'ladi. Misol uchun 3 oydan keyin, 6 oydan keyin yoki boshqa tanishlariga ham sotib ketsalar bo'ladi. U hammasi dokumentalniy qo'llarida, xuddi uyni sotib olganingizdan keyin kadastr qog'ozlari bo'ladi-ku. Xuddi shunaqa bu yerda endi ulushni mijozning nomiga rasmiylashtiriladi. Zo'r. Yana bitta savol bor. Qarang, bular ham mijozlarning og'riqli bollari, ya'ni bir og'riqlari. Men misol uchun deydi, ulush kiritdim, masalan $5000 parok xotadan kirdim, 5 uslovdan 5 ta ulush sotib oldim, 5 kvadrat joy. 5 kvadrat ulushni oldim. Xo'p, men shartnoma berildi, rasmiylashtirildi va hokazo men qo'limda bor. Endi unga qanaqadir majburiyat yuklaniladimi? San masalan 3 oy davomida yoki 6 oy davomida yoki 1 yil davomida yoki o'sha fazo qurilish loyihasini oxirigacha 3 yil davomida san mana shunchadan har oy yoki har 6 oyda yoki har 3 oyda to'lab borishing kerak degan bir majburiyat uni yelkasiga yuklaniladimi, yo'qmi? Yo'q, unaqa narsa yo'q. O'zi bu Xonsaroy Money platformasini ham ko'pchiligi ma'qul ko'rayotgan joyini hozir qisqacha tushuntirib bersam agar, hozirgi kunda o'zi pul yig'ishni o'zi bo'lmayapti. Juda ko'pchilik mijozlarning bu gapi pul yig'ishni o'tib qo'yib nimadirga sarmoya olishni, yig'ib uy olasizmi, mashina olasizmi, yig'ishni o'zi bo'lmayapti. Mana shu bizning platforma orqali shu mijozlarimizni eng hozirgi ko'pchiligi ma'qul ko'rayotgan depozitda o'sha 65 million sarmoya qilib, bemalol pulligini, ya'ni shu halol yo'l bilan ko'paytirib olib, ya'ni shu оборот qilib olsa bo'ladi. Hech qanaqa majburiyat yo'q. Majburiyat yo'q. Yo'q. Oyma-oy mana bunaqa to'lovi bor yoki yo'q, sen 1 yildan keyin yechib olsangiz bo'ladi yoki o'sha loyihani oxirigacha kutishingiz kerak degan hech qanaqa majburiyat yo'q. Qaytanga mijoz yana ustiga sarmoya doimiy qo'shib borsalar bo'ladi.
qo'shib borilsa bo'ladi. Yani 65 milliondan keyin yana misol uchun mijozga o'sha loyiha ma'qul kelgan bo'lsa, o'sha platforma foydalar qoniqtirayotgan bo'lsa, yana qo'shimcha ustiga yana sarmoya kiritib borsalar bo'ladi. Yetish ham shu oddiygina o'sha aytganimdek juda ham sodda ko'rinishda. Hech qanaqa majburiyat yo'q. Da, hozir qurilish kompaniyalarining eng og'riqli nimasi, nuqtasi, sababi mijoz shartnoma qilib qo'ygandan keyin yo 6 oydan keyin yo 12 oydan keyin o'sha masalan shartnomaning umumiy miqdori 24 oylik yoki 36 oylik bo'ladigan bo'lsa, ko'pchilikda 50% ni to'lagandan keyin o'sha qiyinchilik sekin boshlanadi. Ya'ni uyda to'lovini 50%, 40% yo 60% to'lagandan keyin u yoqqa yo savdosi bo'lmay qoladi, yo qanaqadir kompaniyasida moliyaviy bir muammolar paydo bo'ladi, lekin ajoyib yechim. Mana shu proyektdagi beriladigan takliflar, offerlar juda ham ajoyib yechim. Sababi buni ko'pchilik xalqimiz yaxshi borishdi, bu juda ham zo'r yechim. Rahmat Javohir, demak men mazza qildim, proyektni juda ham chiroyli qilib tushuntirdingiz. O'sha mijozlarning savollariga, og'riqli joylariga yaxshi yechim beradigan bir holatda prezentatsiya qilib berdingiz. Demak, mavzuni passiv daromad usullari, afsonalar va haqiqatlar bo'yicha gaplashdik. Keyingi mavzularda atroflicha gaplashamiz. Xudo xolasa, savollaringizni kommentariyalarda, izohlarda qoldiringlar. Xudo xolasa, ularni ham alohida video qilib, alohida formatda, savol-javob formatida yoki mana bunaqa dialog formatida ham ochib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'ling.